Stol ustidagi shishada vino bor edi. Uni ichdim va sharmandaligimni artib shishani bo'shatib qo'ydim. Xonadagi chiroqni o'chirdim va otam meni onam deb o'ylab, "Sen kelding. Bir kun albatta kelishingga amin edim" dedi. Meni onam deb o'ylab otam meni qo'llariga oldi. Otam meni ot aravasiga aylantirdi. 18 yoshimda men voyaga yetgan edim. U menga qarab xo'rsinib qo'ydi. Men o'gay otamni boshqa hech qachon uyga olib ketmadim. Onam sevgilisi bilan qochib ketdi, chunki otam ishlamasdi. Uning ishi kezib yurish va ichish edi. U meni juda yaxshi ko'radi. Endi bu yerda otam va mendan boshqa hech kim yo'q va biz kambag'almiz. Men tikuvchilikni o'rgandim. Ota-onamni juda yaxshi ko'raman. Otam mening ichganim va ishlamaganim uchun kecha-yu kunduz xavotirda. Shuning uchun xotinim meni tashlab ketdi. Men bunga qiziqmayman. U doim menga qizimga qarashimni aytadi. Bir kun onang qaytib keladi. Lekin bilamanki, onam boyligiga qaram bo'lgani uchun u kelmaydi. Agar it bir marta qon ta'mini sezsa, u hech qachon guruch yemaydi. Biroq barcha uy ishlarini men qilaman. Bir kuni tikuv mashinasi yonida o'tirgan edim. Dadam kechki ovqatdan keyin sayrga chiqayotgan edi. Dadamga pul berib tashqarida och qolsa choy ichishini va kechki ovqatga sharob olib kelishini aytdim. Dadam uyatchan ovozda: "Siz menga juda yaxshi qaraysiz. Bilaman, agar bir kun spirtli ichimlik ichmasangiz, ahvolingiz yomonlashadi. Tun bo'yi uxlay olmaysiz va onangizning surati oldida yig'layverasiz. Men sizning og'rig'ingizni ko'ra olmayapman" dedi. Dadam chiqib ketdi. Birozdan keyin dadam eshikni taqirlatdi. U juda mast edi. Men baqirib, "Men sizdan meni uyga olib kelishingizni so'radim. Siz esa bu yerga do'stlaringiz bilan kelib spirtli ichimlik ichdingiz. Siz shunchalik ko'p ichdingizki, o'zingizni qanday boshqarishni bilmaysiz. Nega bunchalik ko'p ichasiz?" dedim. U ovqatlanish stoli yonidagi stulga qo'lim bilan o'tirdi va mast holda tanasini menga suyandi. Unga tegib, yoshligim uyg'ondi. Keyin otam: "Yaxshi yigitga turmushga chiqishing kerak. Qorningizdagi olovni o'chirish uchun umr yo'ldosh kerak" dedi. Onam ertalab boshqa birov bilan ko'chib ketdi va otam icha boshladi. Agar ichishni tashlamasam, ismim Oysha ham bo'lmaydi. Kechqurun qarindoshimning uyiga to'yga borishim kerak. Shuning uchun tezda uy ishlarini qilaman. Otam bilan nonushta qildik. Keyin otamga sochiq berdim va unga soqol olishni, cho'milishni va ustiga issiq suv quyishni aytdim. Cho'mildim, kiyinib xonaga keldim. Kirlarimni olib yurganimdan keyin otam kiyinish stoliga kelib, sochlarini ikkala qo'li bilan artayotgan edi. To'satdan belidagi sochiq oyoqlariga tushdi. Xonada undan boshqa hech kim yo'q edi. Men ham u yerda edim. O'sha paytda uning orqasi menga qaragan edi. Men uni oynada aniq ko'ra oldim. Men tushundim. Dadam tezda sochiqni o'radi. Men dadamga aytdim: "Dada, esingizdami? Ikkalamiz ham mehmonxona balkonida ziyofatga borishimiz kerak. Kechqurun biz ziyofatga bordik. Chiroqlarda shirin qo'shiqlar yangirardi. Bir tomonda sabzavotli va sabzavotsiz taomlar tayyorlandi. Ikkinchi tomonda kelin-kuyovga duo qildik va sovg'alar berdik. Hammamiz ziyofatdan zavq olishda boshladik. Keyin dadam xorijiy ichimliklarni icha boshladi. Men esa sovuq ichimliklar ichishni boshladim. Dadam mendan ko'zlarini uzib, chiroyli qizlarga birma-bir qarashni boshladi. Men uning hali ham ko'zlari bilan ovqatlanayotganini ko'rdim. Keyin dadamning oldiga chiroyli bir qiz kelib, "Hey yigit, men bilan raqsga tushasanmi?" dedi. U dadamning qo'lidan ushladi. Keyin dadam meni o'zi bilan tortib DJ ga bordi. Endi ikkala ham qattiq raqsga tushdi. Men ularda boshqa narsa sezdim. Jahlim chiqdi. Uning yuzini yirtib tashlamoqchi edim. Shunda ichimdan bir ovoz keldi. "Oysha, u sening otang, ering emas. Sen juda rashchisan va onang baxt topmagan. Shuning uchun u o'sha ayolnikiga ketgan bo'lishi mumkin." Men jahl bilan otamni u yerdan olib ketdim va unga sen o'sha ayol bilan zavq olayotganingni aytdim. Dadam: "Hey, u onangning do'sti Reka. Onang meni tashlab ketdi. Eri esa uni tashlab ketdi. Men: ikkalangiz ham sog'ayib ketishingiz kerak" dedim. Dadam: "Hey, onangning yo'li butunlay ochiq. Shuning uchun men senga bir kundan keyin bu onangnikiga kelishingiz kerak deyapman." Buni aytib, dadam yana shishadan ichimlikni oldi va uning ahvolini ko'rib, o'zimni tuta olmadim. Keyin biz ziyofatdan keyin uyga qaytdik va shundan keyin dadam tez-tez o'sha ayolnikiga borardi. Men otamni undan qanday uzoqlashtirishim mumkinligi haqida o'yladim. Ertasi kuni kechqurun dadamning xonasiga bordim va dadamning xonasidagi chiroq yonib turardi.
Stolda turgan shishada ichimlik bor edi. Men uni ichdim va shishani bo'shatib qo'ydim. Uyatimni artib, xonadagi chiroqni o'chirdim. Otam meni onamga bo'ylab, "Sen kelding. Bir kun albatta kelishingga amin edim" dedi. Meni onam deb o'ylab, otam meni qo'ylariga oldi. Avraliga o'zimni yomon his qildim, lekin biroz vaqt o'tgandan keyin men ham juda xursand bo'ldim. Uzoq vaqt xursand bo'lgandan keyin jimmigina xonadan chiqib ketdim. Otam xonasini tozalayotganida men hayronlik bilan "Baxtlimisiz, ota?" deb so'radim. Otam: "Bugun men juda baxtliman. Mening uzoq yillar orzuyim amalga oshdi. Bugundan boshlab ichishni to'xtataman." Otamning lablarida tabassum paydo bo'la boshladi. Bir narsani egallash uchun ko'p narsani yo'qotish kerak. Bizning munosabatimiz shunday davom etadi. Har qanday bo'lsin, do'stlar, izohlarda videomiz sizga qanday yoqqanini va qanday videolar ko'rishni xohlashingizni ayting. Agar sizga videolarimiz yoqsa, unda like bosing, izoh qoldiring va ularni o'rtoqlashing va birinchi bo'lib videolarni ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling.